Assalomu alaykum, Andijon turizm xizmatlari. Keyingi obyektimiz Kamolatda. Tiqilib bo'ldi, mana zabita bo'lib yog'lar turib tiqilib qolgan. Hozir ashini ochib yurgizib beramiz. Andijon turizm xizmatlari mana kanalizatsiyamizni troslar solib yurgizib berdik. Endi tekshirib beramiz. Andijon turizm xizmatlari mana bu yana nimamizda qo'limizni oshxonadan kottejda bu yana yog'lar mana ko'payib ketgan. Qaynoq suv quyib turinglar. Yog'lar ko'payib ketgan. Andijon turizm xizmatlari hozir rakvinadan qo'yib mashinadan tekshirib beramiz. Suvlarni mana ochib sifonlarni ham qo'yib yangilab mashina har kun tifalda qaynoq suv quyib turinglar. Andijon turizm xizmatlari 24/7 pastga telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz.